Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana shu granit tavani bugun sizlarga tozalash o'rgataman. Mana bunaqa joylari, yig'ibman, bunaqa joylari o'rtasi, bunaqa chirk bo'lgan yoki bunaqa qorayib ketgan joylarni tozalash o'rgataman. Ya'ni bitta sredstvo bilan. Yana bitta lifehack aytib ketaman. Tavelar, ko'p kishining tavasi quymoq yoki bulinchik pishirayotgan vaqtida yopishadi yoki tagini bermaydi. Vot qanaqadir bo'lsa ham o'xshamaydi. O'sha uchun sizlarga lifehack o'rgatib ketaman. Ko'rib tursanglar, qaysi sredstvo bilan tozalashimni shunday ko'rsatib ketaman. O'zi ko'p kishining xayolida keldi menimcha, qaysi sredstvodan foydalanishim. O'sha sredstvo mana azilet, antijer. Hozir buni bunga sepib tozalash o'rgataman, lekin hech qachon sizlarni quloqingizda bo'lsin, mana bunaqa narsa bilan hech qachon bunaqa tavalarni yoki bunaqa granit tavalarni umuman tozalamanglar. Chunki bu bilan tozalangan har bir tava, har bir narsa har doim kuyib yoki bir nima bo'lib, короче, narsa pishira olmaydigan darajada qoladi. Endi обычный oddiy tavalarda qilsanglar bo'ladi-yu, lekin bunga sizlarga tavsiya bermayman. Hozir to'liq video qilib sepib, mana bu postisini ko'rib tursanglar, ko'rsataman qolganini. Keyin bir narsa aytmoqchiman. Sepayotganingizda faqat mana shundan ko'pik chiqadi. Hozir mana bu chekchasida bunaqa joyi bor. Sepsanglar, обычный oddiy anaqa suv chiqaradi. Buni ichida qanchadir vaqtga qo'yib, bundan tozalab ko'rsataman sizlarga. Yonimda xolodilnik borligi uchun sekin-sekin sepyapman. Qarasanglar, mana o'zi ko'pirishni boshladi, tozalanyapti. Sekin-sekin. Mana bunday tekisroq qo'ysam, oqib ketmaydi. Mana sekin o'zi mana ko'pirishni boshladi. Chiklari ivib tushib, menga top-tozagina tavani anaqa qilib beradi. Voshi minnatdorman именно shu antijerdan. Mana shunaqa gubkada ozgina gel aralashtirib olasizlar. Sekin-sekin qilishni boshlayverasizlar, ya'ni yonlariga o'tkazib berasizlar. Ozgina gel solasizlar faqat, ko'p emas. Bunlar bilan antijeri bunday qilib chiqasizlar. Toza bo'ladi. Shuni oqash boshladi sekin-sekin o'rtasi. Undan keyin